Yaponiyalik kartonist Tomomi Shimozuning lager shahid qalbi nursida xonimning kechirmishlarini tasvirlagan "Mening hayotimda yuz bergan ishlar" nomli tez chizmalari yaqinda karton film qilib ishlangan. Mazkur karton film 28 dekabr kuni YouTube tori orqali tarqatilgan bo'lib, uningda qalbi nursida xonimning hayoti, uning lagerda o'qituvchilik qilish jarayoni va chet elga chiqqandan keyin lagerlarni oshkorlash yo'lidagi tirishchanliklari nihoyat ta'sirli holda bayon qilingan. Karton filmda Uyg'ur elida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar, lagerlar ichidagi qo'rqinchli realliklar ro'shan yo'ritib berilgan. Amerika Kengash palatasidagi demokratchilar dunyodagi asosli avtomobil ishlab chiqaruvchilarning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka silish bilan bo'lgan munosabatiga qarata tekshirish boshlandi. Kengash palatasi Moliya komiteti raisi Ron Wyden apandi Ford, Hammibab avtomobil shirkati, Honda, Mercedes-Benz, Stellantis, Tesla, Toyota va Volkswagen'dan ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgagiga chetishlik mahsulotlarning boy yo'qligi haqida uchur talab qildi. Mazkur shirkatlarga avatilgan maktublarda Uyg'ur majburiy emgagi orqali ishlab chiqarilgan tovarlarni Amerikaga import qilishning federatsiya savdo qonuniga xiloflik ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Xabar qilinishicha, Xitoy hukumati yuqumni nolga tushirish siyosatidan voz kechgandan keyin yuqum biroqli yamrab ketgan. Xitoydan Italiyaga kelgan yo'lovchilarning 50% Kuvayt chiqqandan keyin Italiya Sahiya idorasi bu aeroplanda o'ltirgan barliq yo'lovchilarga Kuvayt tekshirishni elib borgan. Italiya doiralari Yevropa ittifoqidan bu vaqtda tadbir qo'llanishga chaqirgan. Yana bir tarafdan Amerika hukumati Xitoydan keladigan sayohatchilarga chegirdan chiqishdan eng ko'p deganda ishki burun Kuvayt sinaga qilish va natijasining manfiligini isbotlaydigan isbot qog'ozi bo'lish tadbiri qo'yganligini jakarladi. Mazkur belgilama 5 yanvar kundan boshlab rasmiy yo'lga qo'yiladi ekan. Xitoydagi yuqumning oldini olish siyosati bu yil sanoat shirkatlari foyda nisbatining og'ir darajada tuvanlab ketish ahvolini keltirib chiqargan. Xitoy statistika idorasining sonliq ma'lumotida bu yil 1-oydan 11-oygacha Xitoy sanoat korxonalarining umumiy foydasi 7 trillion 717 milliard yuan bo'lib, o'xshash mazgildagi qaraganda 3.6% tuvanlagan. Ish sur'ati bu yilgi eng tuvan chekka tushgan bo'lib, 1-oydan 10-oygacha yillik ish nisbati 3% tushib ketgan. Amerika armiyasining bildirishicha, Janubiy Xitoy dengizidagi havo bo'shlig'ida Xitoyning bir urush aeroplanning Amerika havo armiyasiga tava bir chorlag'uvchi aeroplanga 6 metrgacha yaqinlashgan. Egilishicha, Amerika aeroplani so'qilishdan saqlanish harakati qilishga majbur bo'lgan. İsrail Merkezi Statistika İdaresi 2022 yılı devletning nüfus ve ijtimoiy qurilmasiga oid sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi. Bunun asosan 9.656.000 odam deb mo'ljallangan nüfusining 7.106.000 nafari, ya'ni 73.6% Yahudi, 2.037.000 nafari, ya'ni 21.1% Arab, 513.000 nafari Arab bo'lmagan Xristian va boshqa diniy oz sonliqlar ekan.